bo'lsin iloyim. Bir joyda amin deb turinglar, duo qilaman dedim. Shu Marg'ilonda kiyim ekan deydi, qizg'i gapdi. Iloyim yosh kattalarimiz tan joni sog' bo'lsin desam, amin deydi pastroq. Xudo hammalaringizdan rozi bo'lsin desam, amin deydi. Kuyov bolani tan joni sog' bo'lsin desam, amin deydi. Do'stlarim ichida uylanmaganlar bo'lsa, chiroyli qizlar nasib qilsin desam, amin deb olishdi. O'shanga o'xshab ichimizda 27 ga kirib ham uylanmagan bolalar o'tiribdi ekan. Yaxshi eshitib olinglar. Yaxshi uylanishlik, unaqa qo'rqinchli emas. Kimga uvol desa, bo'ydoqqa uvol deydi. Men hayron qoldim, 27 ga kirib ham hali uylanmaydi. Bo'ydoq odam namozga o'tmasin deydi, bilasizlar? Bo'ydoq odam namozga o'tmasin. Nimaga desa, hayoli ketib qolib, necha rakat o'qiganini bilmay qolishi mumkin. Xato qilib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun imomlikka uylangan odam vale 27 ga kirib ham hali ham. Xo'p, ayolning vazifasi mana fazilat, mana ajr sizga. Shuning uchun aytyapsiz-da, yoshlar ertaroq uylaninglar. Uylanmaganlar bitta o'yiz qolsa-da, tezlashtiring. Uylanish kerak. Erta uylansa, yigit kishi erta uylansa, ancha munchaliga bema'ni yurishi yo'qoladi. Biz bekorga erta uylaninglar demayapmiz. Nima deysiz? Uvol bo'lmaydi deyman. Uvol bo'lmaydi, umri o'tmaydi. Kechasi yurmaydi bema'ni betasi. 12 bir qilib. Yomon o'rtoqlarga qo'shilmaydi. Pulini ham haligi bunday hisoblab ishlatadigan bo'lib qoladi. Ancha realisga tushib qoladi erkak kishi uylansa. O'qishini ham davom ettiraveradi, uylanmasa hech nima bo'lmaydi. Biz o'sha yigitlar erta uylaninglar deb o'sha ijtimoiy tarmoqqa qo'ysak, ashincha odam kommentariya bu o'qish kerak-yu, u qilish kerak-yu, bu qilish kerak, bir yildan keyin farzand deb bo'ladi. Bitta narsani yaxshi bilaylik, farzand ko'rishida ozgina kechiktirsa ham hech ham shariatda zid joyi yo'q. Muhimi bo'ydaq yigit hamma gunohni qilyapti ayzlar. Biz nimaga erta uylan deb targ'ib qilyapmiz? Bo'ydaq yigit hamma gunohni qilyapti. Telefonda fohishani ko'ryapti, haligi pornografik videolarni ko'ryapti, rasmlarni ko'ryapti, qizlar bilan gaplashyapti. Nima bo'ydaqda nima qilsin endi u? Shahvat kuchli. Jinnilikda turi ko'p, bo'ydaqlik ham shu jinnilik turlaridan bir tur deydi. Qizlar bilan SMSlashyapti, birovni qizini yanga deyapti. Masturbatsiya degan narsa bor-a, tushunasizlar. Masturbatsiya o'zini qondirish deydi bunoda. Yo'q. Bu narsachi mana oldin misol imom bo'lib bevosita gaplashardim yoshlar bilan. Mana endi hozir o'sha internetga savol to'lib ketgan qoraga shu narsadan qutula olmayapmiz, nima qilaylik deyapti, mana qarang. Shu o'zini qondirish, o'zini qo'li bilan qondirish haqida gap ketyapti. Uzr endi haligi jinday haligi nimani yig'ishtirib gapiryapmiz. Lekin yoshlardan mana shu savol kelyapti, murojaat kelyapti. Qoraga shu nasihat qiling, gapiring, shundan qutula olmayapmiz, nima qilsak bo'ladi? Uylan, bechora ertaroq uylangin. Uylanganda pulim yo'q deydi mana. Bitta ma'ruza ham chiqadi, 2 million so'mga uylansa bo'ladi. Ishonasizlarmi shu gapni? 2 millionga uylansa bo'ladi. Hozir kuyov bolalarning bitta zakiz mashinasi ham 2 milliondan oshib ketyapti. Bitta zakizga chiqib kelishi ham 2 milliondan qimmat. 2 million so'mga uylansa bo'ladi. Hali aytganimizdek 1 million so'mga mahr berasiz ayolingizga. Yana 1 millionga nima qilasiz? Bitta qo'y so'yib, o'rtalaringizga bitta kichkina to'ycha qilib berasiz. Bo'ldi, shu bilan to'y, Allohu akbar. Shunaqa qilib to'y qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Karantinda qildik-ku. Karantinda shu 2 million ham ketmadi. Mana bitta o'rtog'im, mana Chinozli o'rtog'im shu uydan chiqibdi. Nima rasxod qildi desam, kelindi uyga boringacha mashina gaplashdim. Shu 50 ming, 100 ming shu rasxod, shu bilan to'y, Allohu akbar bo'ldi. Uydan chiqibdi, chiroyli gullarni olib, kelindi uyga boribdi. Bitta nikoh o'qilibdi, kelindi shu yoniga solib olib keldi. Bo'ldi, shu bilan to'y tugayapti mana. Shu bolani hamma a'zosi butmana hozir. Qizli bo'ldi yaqinda. Hech qayta yilib bo'lgan yo'q. Malades mana. O'sha puli yonga qoldi mana. Karantin bahona puli yonga qoldi. Hozir to'yimizni qisqartirsak, 2000 ta odam bilan emas, 100 ta odam bilan o'tkazsa ham birovni ayblamaydigan zamon bo'lib qoldi. Ayblamaydi. Yaxshi qilibdi deyapti hozir. Shuni to'g'rimi? Zo'r qilibdi deyapti.
o'sha puli yoniga qolibdi. O'sha puliga, yoniga qolgan puliga oilasiga bir narsa olsin. Kir mashina olib bersin ayoliga. Uyiga chiroyli kuxunni qilib bersin. Ayol kishi qayta vaqti qayta kelib o'tadi. Siz kiringiz yuvadimi? Kir mashina olib bering. Sizga ovqat qiladimi? Kuxunnisini zo'r qilib bering. Iloji bo'lsa yoshlar erta kunda uylaninglar mana. Otalar, opoqalar mana o'tiribsizlar sizlarga. Nevaralarni, o'g'illarni sal ertaroq uylash kerak. 20 dan o'tdim bo'ldi, uylashni taraddisini qilish kerak. 25 ga kirib olgin, mashina olgin, o'zingni oyoqqa turib olgin. Nikohlangandan keyin ana bir Xudo baraka beradi, keyin mashina oladi, keyin oyoqqa turaveradi. 25-30 ga kirsa ham uylanmasdan yurgan kanalimiz bor, kelayotgan savollarni ko'rsangiz qo'rqib ketasiz. Xudo saqlasin. Ba'zida shunaqa yigitlarni ko'rib qolamiz. 20 dan oshsa ham, hatto 25 va hatto 30 ga kirib ham nikoh qurmayotgan, uylanmayotgan yigitlar ko'rib qolamiz. Shunaqangi yigitlar, akalar, ukalarga nasihat shuki, nikohni hech qachon kechiktirmaslik kerak. To'g'ri, davlatimiz, yurtimiz belgilagan nikoh yoshi bor. Mana shu yoshga kirgandan keyin iloji boricha tezroq uylanish kerak. Chunki aytiladiki, bo'ydoqlik bir ahmoqlikni bir turi deyiladi. Nimaga deganda, chunki bo'ydoq insonda shahvat kuchli bo'ladi-da. Shuning uchun kuchli shahvat ta'sirida u har qanaqangi bir ahmoqgarchilikka, har qanaqangi bir aql, bir odobga, aqllilikka to'g'ri kelmaydigan biror harakat qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu bo'ydoqlardan tezroq quturinglar deyilgan. Bo'ydoq insonda shahvat kuchli bo'ladi. Shahvat kuchli bo'lgandan keyin o'z-o'zidan unda zino, ko'z zinosi yoki bunaqangi uyali aloqalarda, ijtimoiy tarmoqlarda qizlar bilan gaplashib, Telegram deymiz, boshqa qancha inson kech uylangan sari shuncha gunohi ko'payib boraveradi. Shuning uchun erta uylangan, o'z vaqtida uylangan, unaqa 25-30 yosh qilib olmasdan tezroq uylangan ham shariatimizda ma'qullanadi. Bunaqangi yoshlar, bunaqangi yosh katta bo'lsa ham hali ham uylanmay yurgan yigitlar asosiy ayb men o'ylayman otalarda deb yoki otasida yo onasida deb o'ylayman. Nimaga desa, u uylab qo'yishlik otaning vazifasida. Tezroq unga munosib qiz topish, kelin topish bu onaning vazifasi. Gapimizni Hazrat Umar radhiyallohu anhu gapi bilan tugatmoqchiman. U zot aytdilarki, balog'at yoshiga, nikoh yoshiga yetgandan keyin farzandlaringizni uylab qo'yinglar, to ularning gunohini qiyomatda sizlar ko'tarmasliklaringiz uchun dedilar. Agar kech uyladingizmi farzandingiz, o'sha uylangungacha 25-30 ga kirgungacha qancha gunoh qilsa, ana shu gunohda Xudo saqlasin ota ham sherik bo'lib qolar ekan, modomiki o'sha o'g'lini uylashligidan suskashlikka, bee'tiborlikka yo'l qo'yayotgan. Hali yoshda, hali o'ynamasin, kulmasin deyiladi. 30 ga borganda, 25 ga borganda uylanadi degan bir qabilda eshitishadi. Bu menimcha shariat nazarda to'g'ri emas. Shuning uchun farzandlarimiz nikoh yoshiga yetdimi, uni tezroq, qiz bo'lsa uylash kerak, o'g'il bo'lsa tezroq munosib joydan kelin topib, uni demak oilali qilib qo'ysa maqsadga muvofiq bo'ladi.